Assalomu alaykum do'stlar. Hozir mush DIY bilakninki tab ramkasidan foydalanib, munba cho'lpaqlarni chiqarishni so'zlab o'tsam, oldin men ma'lum tab ramkasini birini so'rab akiray ya. Keldi. Bu yerga endi bilak belgisini so'rab akiramiz Tab ramkadan besh qatildi. Endi bilak belgisidan bu a'zolar turi tava. Birinchi a'zolar turine kelib qaranglar. Bunun birincisi en yeni a'zolar olsun. Bir yerden ixtiyar aldığım turi ve son mesela yeni a'zo degan tanlab qo'ydim. Bu yerdan tanlashga cheklimisiz O'zki shahar avtonom rayonini tanlamadik. Ko'rinadigan a'zo soni ehtimoli 16 sifatandagi bir qurg'a. Vaqti yangilan a'zo yazıq chiqamdi, surat chiqamdi, bosh suratlardan yozmalar soni chiqamdi, jo'g'lanma chiqamdi, qatorliqlar bu yerdan a'zo bosh surat degan turi va son tanlab etdim. Voy. Ko'p bo'lib ketdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 azapatı ekan. Şu men mani bo'lmadi bu. Men ma'urni bakan. Yangi a'zo deganni xalqni chep 13 lam qilib o'tay chiqargan a'zolarni. Voy 130 bo'lib ketdi. 13. Bo'ldi. Endi yangi a'zo 12 endi yana bir a'zo turini qatdim. Qaranglar. Mana. Ma'urni qasam qo'yib berdinglar. Yangidan bir tur qatildi. Endi bu yerdan jo'g'lanma darajasiga asosan a'zolar bo'lib ketsin. Buni nimaga qiziqlik asosan tizamsa, tilla qassam, to'pga qassam, tilla qassan tizaylar buni. Buningdan 13 chiqsin. A'zo bosib turaversin. Bo'ldi. Yuqori pandemiyadan boymi bizim hikoya. Endi davomli ketaveramiz Tabramkasi shundan almashib chiqdi hali. Buni unumini olib ko'raylik. Yana birine keldim, qo'yib berdim. Birini tanlab etib. Belgilangan sizning o'zingiz xohlagan a'zoning ID nomerini yozib berimizgan. Alayda raqobatlashish. Jo'g'lanma darajasi umum jo'g'lanma asosan sun aktif a'zolar deb qo'ysak, lekin bu sal bo'sh muvaffaqlik. Men yangi a'zo turini tanlab qaranglar. Bu yerdan bo'lmaydi ekan bu. İxtiyar ali qilsak, bu ixtiyar alidan tanlasak, bekitimizdagi boshqa o'qishlar bu degan meni xil bo'ldi ekan. Jo'g'lanma darajasi qiziqlik tilama bay a'zolar shu endi aktiv a'zolar bo'lganiki tema soni asosan tilsak bo'ldi buni. Yozma yo'llash darajasi. Bo'ldi. Endi bu yoqqa qarasak, tema soni, yozma soni, javr soni. Tema soniga faqat yo'llangan temaslar. Yozma soniga inkos ham temalarni hamini qatadi. Javr tema degan shuni qatadi. Shu yerdan tema soni asosan tilsak bu aktiv a'zolar bo'ldi. Eng ko'p tema yo'llagan a'zo aktiv a'zo bo'ldi. Buni o'xshashlam 13 ni chiqarsin. Faqat to'rdoshlar mishadagi bu mazmunlarni tushunishga bog'liq bu. Bo'ldi. Aktiv a'zo degan gap chiqibdi. Boshqa ism qo'ymoqchi o'xshaymiz bay a'zolar. Buni saqlab önümünü ko'rib baqalar. Bo'ldi. Mavchikskiga ism qo'ymoqtikamiz chiqib qaranglar. Bu tabramkasi degan qanday ramkasi almish ko'rsatib berdi masalan. Asli eng desak mo'rni altidagi ko'rinishi. Masalan, ikkinchi turni bosdik. Uchinchi turni bossak mavchikda to'rtinchi tur aktiv a'zolar. Demak, mushuncha almish ko'rsatib berdi. Ammo o'ringa rang ramka tanlab bersak bo'ldi.
Munbar çolun balalarını hem şu çıkarımız degan gap. Şunun bilan şu DIY bilakning bayında boshqa qurash dersimiz şu 12 saat ders geldik o'g'ay, ham o'sha yerda to'xtasin. 12 saat bilan tamomlayli. Endi qoldisa ma darsni ko'rib bag'agan ekan to'rdoshlar. Heydi ba'zi mush boshqa qurash derslar qilmay qolgan ishlar bo'lsa, qilsa bo'ldi. Masalan, izlashim qisqartirish deganlar bayamga yerdan chiqdi. Eğer Google ilanını maşayadın qatsak bo'ldi, ixtiyoriy HTML degan bilan tanlab, shu o'ringa ixtiyoriy HTML boshqarilgan e'lonlarni kodlarini chaplab qo'ysaqmi bo'ladi. Qandirsa qilamag'ay qolgan boshqa ishlar bo'lsa davomli qilamiz shu. Abulahchamni biriga tim shaklida yo'llab qo'ysa, yordam temiz qilib, biz buning darsini ishlab topshirib beramiz. Qarshılar bugungi darsimiz shagichi bo'lsa, endi eng oxirgi bir mazmun ilon elish darsi qilib qol. Ilon elish ham ilon qo'yish qilib qoldi. Ilon elishni biz ilgari qo'shatib misol so'zlagan. Bunun diskaz 1'de 5'e mas keldi, 2'de endi mas keldi 5'ning ishlamadiq. Lekin e'lon qo'yishga o'xshash. Buni keyin ayrim dars qilib ishlab beramiz. Darsimiz shagichi bo'lsin, xayr xo'sh.